Merhaba dostum, sizge hamroh bo'layotgani Zulfiya Abdug'ani ovozi. Bugun huzuringizga sunmoqchi bo'lgan ovozli asar bo'lsa, Rizvongul Mahmud Gultekinning Vaqti o'tdi nomli asar. Yoqtirib anglag'aysizlar. Balkim hamma narsaning vaqti o'tdi. Yurakdan so'yishningmi? O't bo'lib kuyishningmi? Bir umr kutishningmi? Aql lol qilib yurakni titirtadigan muhabbatning balkim endi vaqti o'tdi. Butun umrda faqat bir qitim so'yilarkan desa, ishonmaydim. Beshimga kelmagash balkim. Shu so'zlarning vaznini tushunmaydim. Ko'zlar uchrasa, yuzlar shallarda qiziradigan, o'zgilardan bir-birini qizg'inadigan, daqiq didor uchun rozi bo'lib badaldoriga esiladigan shundoq bir muhabbatning vaqti ketdi balkim. Afsuslanamiz. Yuraklarning bara-bara qetib ketayotganligiga. Ko'ngildagidek biri yo'q deb javob beramiz. Boshqalarning bo'ytoq yurayveramsan deb so'rashlariga. Amaliyotda ko'ngildagidek biri yo'q emas. Balkim ko'nglimizga kishi yenimizda yo'q. Ko'nglimizga kishi allaqachon ko'ngildagi kishisi bilan ko'nglimizga kishi ko'nglimizga azor bergan. Lekin yanada tanbamaymiz. Ko'nglimizda baxtli bo'l deb turibmi, uning baxtimiz bo'lib qolishini istaymiz. Mana mush chaqlarda biz sevishni belitdik. Yuraklarni titratgidek. Azoblarimizni tugatgidek. U mening baxtim degizligidek biri bor edi. Balkim hammasi shu chaq bilan ketdi. Endi yaxshi ko'rish uchun mijozimiz kelisi bo'ldi deydigan bo'ldik. Menga kuyinsa, yuz o'rmasa, faqat ozroqli o'rtoqligimiz bo'lsa, shuning bilan o'taychi deydigan bo'ldi. Balkim hamma narsaning vaqti o'tdi. Kun-tuni uxlamay uchurni kutishdim. Yiroqlardan bir marta didorni ko'rishdim. Umr bo'yi so'yilishdim. Hammasidan kashkuzda yillar. Bo'ldi, qadrimni qilsili bo'ldi deydigan bo'ldik. Balkim endi muhabbat shu bo'lar. Balkim endi so'yilishmi shunchalik bo'lar. Bir vaqt tomoqni darqanda sen bilan yeyalasa. Balkim endi biz uchun hammasi shu. Balkim endi biz uchun muhabbat shu. Balkim endi shundoq davom qiladi hamma.